18 Fevral 2026 yıl saat 20.00'da Mening Yurtim telekanalida Makkora. Serialinin 22. kısmı namoyish etiladi ve aynen şu akşam vokalar yanada keskin tusoladi. Makkora. İlk kısımlarida noqtomoshabinni çukur mazmuni ve ta'sirli şüjeti bilan oziga romeddi. Serial turli takdirler, muhabbet ve siyonat sinovları hakkında hikoya kiladi. Hakiki sevgi toşdek kotgan kalplarni hameritişga, nefretni mehrga aylantirişga kodir, asarda aynen şu goya merkazi orinni egallaydi. 22. kısımda kahramanlar muhim tanlov karşısında koladi ve ularning har bir karori kelacakni ozgartirişi mümkün. Menga en yuqadigan cihati, obrazlarning içki keçinmaları juda tabii oçib berilganidir. Bu yerde her bir kahraman murakkab ve hayati. Aktörlerning mahoratli icrosi, sababli sahnalar yanada ta'sirchan chiqadi. Musika ve tasviri yechimlar esa voqealarga chuqur hissi rang beradi. Makkora. Bu shunchaki sevgi hikoyasi emas, balki kechirim, isonch ve inson qalbining kuchi haqida teran mulohazadir. Har bir kısm tomoshabinga umid bakhsh etadi va chin muhabbat insonni o'zgartirishga qodir ekanini yana bir bor isbotlaydi.